Enel mahsulotlarni olganlar, vazn tashlaganlar, ichganlar juda ham yaxshi biladi. Bu qanday mahsulot ekanligini va bu programmada tartib eng birinchi o'rinda turishini ham juda ham yaxshi biladi. Ko'pchilik men mahsulot oldim, kam vazn tashladim yoki nimagadir qotib qoldi vesim deydiganlar bor. Bular programmani noto'g'ri bajarganlar hisoblanadi. Agar siz biz aytgan programma bo'yicha to'g'ri bajarsangiz 100% chiroyli, sog'lom, teri osilmasdan, immunitet mustahkamlangan holatda och qolmasdan vazn tashlaysiz. Kokteyl drain effektlarni ichasiz, yana qo'shimchasiga ovqat ham yeyishingiz mumkin deymiz, lekin hamma narsani yeb tashlayvermaysiz. Bunda tartib bor albatta. Agar siz yeb tashlasangiz, sizda ortiqcha vazn yanada ortishi mumkin. Sababi kokteyllarimiz aqlli ovqat bo'lgani uchun ham semirishga, ham ozishga xizmat qiladi. Bular dori vositasi emas.